Assalomu alaykum. Bizdan kuzatib turgan obunachilarimiz, xudo xolasa sizlarga yana yaxshi chiroyli bitta hovli topib qo'ydim. Bu hovlimiz yangi, odam yashamagan. Mobodo ko'rinchi yo'q solib qo'yasin boy aka. Uyimiz 4 so'tlik 5 xona uyimiz sotilyapti. To'liq pishirishga qo'ygan. Ichida suv, gazdan boshqa muammo yo'q. Yangi mahallasi asfalt bo'lyapti, lekin mahalla odam ko'chib kelgan. Siz suv gazni aytdim, uyimiz pishirishdik. Bir-bir ko'ramiz, solib qo'yamiz. Keyin qani ketdik. Darvozaxona kirasi 10 tomonda xona bor, ayvon bor, mana batga tapchan qo'ysiz, so'ri qo'ysiz, yoz kunida choy poy ichib o'tirasiz, mehmon mashina ketaveradi. Darvozaxona dekor plas. Uyda holati bu tomon tushgan, quyosh bu tomonga qarab chiqyapti. Zelena zona, kashnach ukrobaga joyimiz bor. Xo'p, kirganda o'ng qo'lda bitta xonamiz bor. Endi bu mehmonxona. Mehmon keladi, shatdan kuzab ketadigan joy mana. Bismillah ochamiz. Holati zo'r, divor aboy, pol qilingan, teva, DVP, cho'kka qilingan, Roma Aqua, patta isitish tizimi yo'q, bitta konditsioner qo'yib olasiz. Olganingizdan keyin. Holati shunday mana, xudo xolasa, yaxshi. Aytib o'tdik, sayashga va endi oluvchi odam burchatga qiladimi? Asfalt qiladimi? Suvimiz bor endi. Vatimiz endi hojatxona, ag'ir katenli kimga qo'ramiz. Suvimiz bo'lsa ochiq yo bek ekan. Romimiz akva qilingan. Ichkariga kirib ma'lumot beramiz. Bu tomonda xuddi uyimiz bor edi, kecha baraka bo'ldi. Endi bunisi qoldi. Bunisi 208 4 xona edi, 52 ga baraka bo'libdi. Bunisi 4 so'tlik 5 xona, endi bunisi sotiladi. Qaysidir baxtli odam shu uyni oladi. Kiramiz endi. Uzun koridori, tevas gipsogradon, devol abo, laminat pol. Xo'p, endi bas. Xona, mehmonxona. Agarda buni olsangiz, mana shu yerga oshxona qilib olasiz. Kuxni mebel qo'yib, oshxona qilib olasiz, lekin oshxona uni nari tomonda sizlar kelsangiz, kiroshda oshxona bo'ladi. Radiator, Roma Aqua, devol aboy, laminat pol. Endi eshik qilingan. Xo'p, endi bu tomonda xonamiz bor mana. Xonasi yaxshi. Kichkina ham emas, o'rta holat, yashasa bo'ladigan holatda. Ikkinchi xona. Xo'p, bunisi 3-xona. Svetimiz o'chib qolibdi. Xo'p, bunisi 3-xona. Holati zo'r. Hamda qayta xona bor. Bizga oshxona qilgan, oshxona o'rni basbat, kladovka qilib qo'yasiz. Holati yaxshi. Yana bitta xona bor. Hamda Hammom bola, zo'r bola. Xo'p, bitta xona, ikkita xona, 3 ta xona, 4 ta xona. Narigi bilan 5 ta xona. 6 ta xona oshxonasi endi. Oshxona bo'lmaydi. Xo'p, Farg'ona shahar Minnanobodda bo'lyapti uyimiz. 4 so'tlik 5 xona, oshxona bilan 6 xona uy sotilyapti. Narxini 63 ming AQSh dollar deyapti. Savdolash imkoniyati bor. Yo'qsa telefon qilasiz, baraga o'ramiz. Faqat naqd berilar ekan, ikkilanchi berilmas ekan. Plyus bo'lsa, sinoras. Mobodo kvartirangiz bo'lsa, barterga bir gaplashamiz. Farg'ona shahar Minnanobodda bo'lyapti. Kardiyalikdan o'tganda 10 tomonda mahallaning ichida bo'lyapti. Video yoqsa like bosib qo'yasiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Sizlardan shunaqa sotiq uylarimiz telefonsiz, albatta sotib beramiz yoki uy topib beramiz. Men sizlarga murojaat bo'ldim. Azbejon yangi sherik tez-tez mana shu odamlar chiqib turadi YouTube'ga. Qo'llab-quvvatlab turasiz. Salomat bo'lasiz.